Qaysil ayal sol qol bilan tamoq qilsa, sol qol bilan tamoqni quysa, sol qol bilan bersa, sol qol bilan olsa, kim sol qol bilan ishsa, qizim bilib olgin 4 balaga uchraydi. Birinchi unutjaq bo'ladi. Ikkinchi odamning yuragi qarayib ketadi. Uchinchi qizim odamning munovi yuzindagi nur yo'qolib ketadi. To'rtinchi duo tilaklarning qabul bo'lmasdan sababchi bo'lib qoladi. O'shancha qizim har doim zikr bilan, 5 vaqt namoz bilan, darat bilan tamoqni qilib, ömürlük jarına o'sha qayni jurtuna tamoqni berganda o'ng qo'ling bilan berib bismillah deb sunishni uyrengen qizim. O'shani bilan birgalikda uni hozir uyga kirib atganda 3 amal bilan girib jirgular. Birinchi bismillah, ikkinchi o'ng but, uchinchi assalomu alaykum. But kiyimni chechganda kimdekin but kiyimni chechganda o'ng butdan chechgan bo'lsa gunoh bo'ladi qizim. But kiyimni chechganda sol butdan chechish kerak. Giyganda o'ng butdan kiyish kerak. Qaysil ayal sol qol bilan tamoq qilsa, sol qol bilan tamoqni quysa, sol qol bilan bersa, sol qol bilan olsa, kim sol qol bilan ishsa, qizim bilib olgin 4 balaga uchraydi. Birinchi unutjaq bo'ladi. Ikkinchi odamning yuragi qarayib ketadi. Uchinchi qizim odamning munovi yuzindagi nur yo'qolib ketadi. To'rtinchi duo tilaklarning qabul bo'lmasdan sababchi bo'lib qoladi. O'shancha qizim har doim zikr bilan, 5 vaqt namoz bilan, darat bilan tamoqni qilib, ömürlük jarına o'sha qayni jurtuna tamoqni berganda o'ng qo'ling bilan berib bismillah deb sunishni uyrengen qizim. O'shani bilan birgalikda uni hozir uyga kirib atganda 3 amal bilan girib jirgular. Birinchi bismillah, ikkinchi o'ng but, uchinchi assalomu alaykum. But kiyimni chechganda kimdekin but kiyimni chechganda o'ng butdan chechgan bo'lsa gunoh bo'ladi qizim. But kiyimni chechganda sol butdan chechish kerak. Giyganda o'ng butdan kiyish kerak.